Siz nimaga unaqa qochib yuribsiz akalarda? Mana shu qishlog'imda ekan, to'g'risi shu paytgacha bilmagan ekanman. Chigirtka bir qochdi, ikki qochdi, oxir oqibat tutildi. Bozordan yugurgani ham Samarqandgacha ekan, Tayson tog'alarni yugurgani ham shu Provogacha ekanda. Olamizmi endi prava? Endi olamiz. Mana shu gaylardan bari qochib bo'lmay ekan. Qochib bo'lmaydi. Mashindan keldi, shamoldan kelib, shup ushlab olsa bo'ladimi? Shu aytdim yuragingiz. Gay akalardan qochib bo'lmay ekan akalar. Qochish kerak yo'q, baribir ushlayapsiz. Sizning ham provangiz yo'q-a? Men qo'rqsam unaqa baribir qochib yurmaganman men. Menda prava yo'q. Prava yo'q. O'qiylik bitta chetda. Ketdi, birgalikda. Kiramizmi? Ketdi. Ketdi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bormang aka. Do'stlar ham 10 kunda olsa bo'ladi. Ya, albatta-da. Aka nima qilsa bo'ladi bu 10 kunda olish uchun prova? 10 kunda prova olish uchun nasib bo'lsa sizga va sizni obunachilaringizga hammasi uchun menda zo'r taklif bor, zo'r yangilik bor. Aytib o'tasiz. Birinchi bo'lib turib, hop, qaraymiz. Agar sizda avtoshkolani tugatganlik haqida hujjat, ya'ni guvohnoma bo'ladigan bo'lsa, biz uni nasib bo'lsa 10 kunda orasiz bilim bilan o'zlaringning kuchlaring bilan bemalol prova qilib bera olamiz. Agar sizlarda hujjat bo'lsa, 10 kun yetadi bizga uchun. 10 kunda nasib bo'lsa prova bilan chiqarib olamiz. Uzoq qanchada chiqarib berasiz? Masalan, prova olmoqchi bo'lsam agar o'qib. Uzog'i 0 bo'ladigan bo'lsa 2 oyda, agar hujjatlaringiz bo'ladigan bo'lsa 10 kun. Gap. Rahmat, bular. Tayson nima deysiz? Pravasi yo'qlarga. Pravasi yo'qlarga hech kimga tavsiya bermayman. Qonun hamma uchun bir xil. O'shaning uchun kelish kerak, mujikchasiga o'qish kerakdan halol o'zini kichirma mehnati bilan erish kerak. Mana shu gapingiz zo'r bo'ldi. Mana 5 ta oling. Hamma kelsin o'zini kuchini bilan pul olsin. Davay. Charchamaydi. O'zbekiston